Qur'on o'qiyotganingizda lam alif harf birikmalariga ko'zingiz tushadi. Ushbu darsimizda lam alif harf birikmalari tarkibiy qismlari, ularning bir-biridan farqlari hamda qanday to'g'ri o'qilishligi haqida bilib olasiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Dastlabki harf birikmamizdagi ushbu qism lam undoshini anglatadi va u doimo fathali holatda keladi. Bu qism esa alifdir. Alif bu o'rinda mat harfi sifatida kelayotir. Bu mat tabiiy mat deb nomlanadi va 2 harakat miqdorida cho'zib talaffuz etiladi. Demak, lam alif birikmasida dastlab fathali lam, keyin esa alif kelmoqda ekan. ولا يحض على طعام المسكين. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Ba'zi hollarda alif ustida qoshga o'xshagan mat belgisini ko'rishligimiz mumkin. Qachonki lam alif birikmasidan so'ng qat'iy hamza kelsa, alif ustiga shu belgi yuklatiladi va alifni 4 yoki 5 harakat cho'zib o'qishligimiz mumkin bo'ladi. La uqsimu bihazal balad. Navbatdagi harf birikmamizning tashkil etuvchi harflari lam hamda hamzadir. Ushbu harf birikmasida mat harfi mavjud emas, chunki alif hamzaga kursiy vazifasida kelmoqda. Lam hamza harf birikmasidagi lam harakatli yoki sukunli holatda, hamza esa faqatgina harakatli holatda kelishligi mumkin. La amla'a, la amla'a. وإلى الأرض كيف سطحت. إن إبراهيم لأواه حليم. إنك لأنت الحليم الرشيد. وما نؤخره إلا لأجل معدود. Uchinchi harf birikmamizda ham hamza undoshi qatnashayotganligini ko'rishligimiz mumkin. Ammo hamza undoshi lam alif o'rtasida joylashgan. Bundan oldingi harf birikmamizda esa hamza alifning ustida joylashgan edi. Lam hamza alif harf birikmamizning tarkibiy qismlari quyidagilar: lam harfi, hamza harfi va alif harfi. Alif bu yerda mat badal sifatida kelayotgan alif hisoblanadi va u 2 harakat miqdorida talaffuz etiladi. Eslatib o'tamiz, qat'iy hamzadan so'ng kelayotgan mat bu mat badal deyiladi. Al-akhirah, al-akhirah. لهم في الدنيا خزي
ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآيات الآيات قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Demak, bu harf birikmamiz lam va hamzadan keyin kelayotgan alifdan iborat ekan. Quyidagi mashqdagi bugun o'rgangan harf birikmalarimizga va ularning talaffuziga e'tibor qaratamiz. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Xulosa: birinchi harf birikmamiz lam va alifdan tarkib topgan va bu alif odatda ikki harakat va undan ham ko'proq, ya'ni 4-5 harakat miqdorida cho'zilishligi mumkin. Ikkinchi birikmamiz lam va hamzadan iboratdir. Bu birikmada hech qanday mad harfi qatnashmagan. Uchinchi birikmamiz lam, hamza va alifdan tarkib topgan. Hamzadan keyin kelayotgan alif badalmad sifatida 2 harakat miqdorida cho'zib talaffuz qilinar ekan. Alloh taolo barchamizni o'zining to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.